Mayli olib turing. Ketyapti hozir. Bu kishini mana zarbalar bir qator qaytardi, berdagi og'riq, nimaga beryapti? Oyoqqa. Endi bir kishi test olamiz. Qanchalik alimga oldiga qilib ko'tarasiz. Belga og'riq chiqyaptimi yo'qmi? Aniq ayting, og'riq bormi yo'qmi? Deb ko'taring endi. Yaxshi og'riqlik hisobiga nimaga shuni aytishingiz kerak menga? Og'riq bormi yo'qmi belda? Ha, ana endi nimani qo'lda polasiga yetkazing, nimani bukmasdan, tizdan bukmasdan. Tekshirib lekin qatib ketgan mana. O'g'rish boshlandi mana. O'ng tarafda ham chap tarafda nagrushka bor. Qarang endi. Hayotimizni yonib shap tekis qilib shunday qilib. O'tiraversadan bo'laveradi, o'tiraversadan. Nariga yon boshdan. Oldin bukasiz. Tovondan emas, yonidan, yonidan. Qarang mana. Deyshang. Oyoqimga qarayapti. Tak. Oxirgi ochilmayapti, maylar qatib ketyapti mana. Bu mana shu mushkul to'qimalarini olgan bo'lsa ham qisqarib qolganlar. Qorinlar yotamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Telegramma bormidi, yo'qmidi? Esdan chiqdi. Eskilugicha olib kelmadik, tog'a. Eski bo'lsa ham ko'rishimiz kerak. Endi men yangiga borib kel desam, yana vaqt o'tadi. Chiqmashin jo'rab. Ularni orqaga beramiz, yonboshga. Xo'p, mana bu moda qismdan boshlaymiz. Xo'p, mana o'ng taraf pastda, chap taraf ketadi. Bu kishi shamollabdi rasa. Burga kelingni sezasizmi? Bu tashlab yuboryaptimi? Mana shular siz mana hozirga o'xshab terlab yuravergansiz. Bu yerda og'riq bormi yo'qmi? Bora chap tarafda. Yo'qmi? Yo'qda yo'qmi? Yo'q, o'ng tarafda ozroq, chap tarafda ko'proq. To'g'ri bir xil joyga qo'yganingizni qiling. Qarang, chap oyog'i 1 santimetrga kalta kelyapti mana. Qarang. O'zini holatda turibdi mana. Hozir buni oldin lechen olgan bo'lsa, bu kishi biladi. Nerv kodlarda og'riq bormi yo'qmi? Monster bor. Biz uni 1 santimetr pastlab qo'ygan joyda sekin joyga olamiz mana. Chunki bular olgan lechen mana. Xo'p. Yerlar ko'rdingizmi mana? Yaxshi. Mixlar yaxshi. Bo'sh bo'lib turasiz, bo'sh. Bu o'ziga kelyapti. Giriza bor deb aytishuvdimi nimadan? Bor deb aytgan bo'lsa men umuman belingizga tegmayman. Chunki yana og'riq kuchayib qolishi mumkin. Faqat yana nerv kodlarini va kresest atrofidagilarni ochib qo'yaman mana. Bo'ldi. Xo'p. Mana 5 ta pazonimiz qoldi. Mana 11-12 dan boshlab mana kelmondan ham ko'p keldi, qorinni ko'taring-da. Yumshatmadi shuni ko'p keldi, yo'q barakalla. Qo'rqmaslar olsun. Xo'p, mana shetdan ko'tarildi, madalashiydi. Baland turibdi mana. Hozir qarang. To'xtab turgan impulslar qaysi tarafga qarab ketdi? O'rgan joyiga mana qasi ketdimi? Tovonga yetdimi, yetmadimi? Barakalla. Bu nimalar rossiyskiyda yomon qattiq urishadi. Bizni O'zbekistonda odamlarni qo'ravoylar juda kuchli uradi, urishadi, yomon qattiq urishadi. Impulslarni o'tish qanaqa bo'ldi? Yengillab qoldimi? Qarang, bu yerda og'riq yo'q. Bu yerda bormidi? Bor edi. Hozirchi? Qo'yardi. Qo'yardimi? Endi bu yerdagi og'riqchimi? Boshqa chiqadi. Ha? Jicha bor edi. Ozgina. Lekin birinchi kelganingizda emas. To'g'rimi? Ko'rdingizmi o'zgarishga? Bo'sh qo'ying. Bu kishi ko'p tedayapti ekan. Ozgina bo'lsa ham quvvatsizlanib qoldi. Shuni hisobiga bo'sh qo'yman. Mana shu yerda yana jicha bor. Mana. Voy, kichkina bo'lib ketdi mana. Oho. Mana shu yerda mana. Qani ketdik. Bu ko'rdingizmi mana? Mana shu bo'shasa, inaki qo'yaveradi mana. Maytagi og'riq qanchalik qoldi? Qoldi. Yo'qoldi?
Nerede yoğurur yine kölemde çıkanlar yapalım bol. Bor. Ozgina qoldi. Хорошо. Mana 8 lab olamiz mana. Hamma pazonlar bir-biriga hamma hang bo'lib ishlashadi mana. Tak, mo'lmol olamiz. Padushkani. Barakalla. Xo'p. Qani? Bir boshini vur. Bo'sh yumshoq bo'lib qolmadi. O'rayotgan joylari, o'zi o'rish yo'qolishadi mana. Ashitda ham o'ri bor ekan mana. Ozgina Rossiyani sovug'i ta'sir qilib bu kishiga. Nam havo. Biraz soğuk işlerim. Ozginachi qo'yog'i olib ketib, yana ketadigan bo'lsa, bo'ptimi? Tegmaydi, oxiri yetkazib qo'yamiz. Barakalla. Qo'lni olib olamiz. Xo'p. Mana figurni kattaligini ko'rsatib, taz yarmi bilan tizzani bukmasa siz tepaga ko'tarasiz, men pastga osaman. Qarang, bas yarmini. Tizzani bukmang. Vo, mana shunday. Qattiq ko'taring. Vo, молодец. Belni olibmi yo'qmi? Qayerda? O'rtada. Bunisini endi. Yaxshi ko'taring. Bormi yo'qmi? Yo'q-a? Tak. Shu yerda o'rib bor ekan-a? Shu o'rib ozgina. Shu yerda siqilib beribdi ozgina. Mana shu yerda turibdi, mana shu yerda mana. Shu yerda turibdi. Bu hech qanaqa narigi yomon ta'siri yo'q deb turadi mana. Tak, bo'ldi. Siz boshqa qiynamaymiz. Yana bitta ko'tarib ko'rasiz, ayol qani? Tak, yaxshi ko'taring. Og'riq qanaqa bo'ldi? Yengiladimi? Endi unisini. Bunda-chi yo'q hisobda. Yok. Faqat monda bo'ladi. Tak, nayga o'tiramiz. Ayol sangilib o'tirasiz. Hozir bo'yinlar davra bo'lib qilib, yengilarni hozir belki biz pitani yetkazishimiz kerak. Nega ishlayapsiz? Boshlanadimi? Boshni aylantiramiz mana. Xo'p, o'rtada yaxshi turibdi. Nega kelganmiz? Bo'ynida ham umurtqasida. Bu hammasi teng yo'qoladi. Nasl chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa mana. Bu bo'shadi bu yer. O'ng tomonda jicha tortib o'tgan, sal boshini quyuroq qiling-da. Vo! Juda chiroyli mana. Yaxshi. Ha? Mana mashitda ozgina bor ekan mana. Tak, bu jicha o'ngga chiqibdi. Skolioz deydi buni. Buni hech kim yaxshi e'tibor bermaydi. Tak, endi-chi o'ngga qaraymiz bosh bilan. Bitta tochka yoki chiziq tortayotgan narsa bormi yo'qmi? Endi chapga qaraymiz. E'tibor ber. Tort. Yo'q, pastdagi emas, bo'yindagisini ayt. Yok. Yo'q. Endi sekin bismillah deb pastga tushamiz. Jag'ni ko'krakka yopishtirasiz. Ashbochimga tikkalaning mana. Og'riq bo'lsa. Mana katoy deydimi? Ko'p ko'tarilmang jag'ni. Mana shunday qilganda tekis o'qilasiz. Men orqamdan yuringchi mana. Tekis yuring. O'zgarish sezdingizmi? Qarang, oyog'ni tushiribdi. Katoy ko'rsatmay qo'ying. Yengil o'qilasiz. Yana ham tikkalansin mana. Vo, mana. Sizda holka yo'q, hamma joyida. Faqatgina endi men sizga tavsiya emas, talab qiladigan narsalar bor. Shularni bajarasiz. Bir haftadan keyin ketadigan bo'lsangiz, bir haftadan keyin hech qolmaydi sizda, xudo xolasa. Hurmatli biz kuzatuvchilar, like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar. Hozir men sizga ko'chirib qo'ydingizmi? Ko'chirib qo'ying.